Abduqodir Husanov. Senga hadya futbolning dadasidan. Hey guys, welcome back to my channel. Abduqodir Husanov has received a Mercedes-Benz G-Class as a gift upon returning to Uzbekistan for his international break. That will be all for now, guys. Don't forget to like, comment, and turn on notification for more updates. Bye. Bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Bu eng full night paketi. Wow. Gelen Wagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir tuyg'ularingni gapirib yubordi nimadir deb. Rahmat deyman sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz o'qda. Ko'zlarini qaraylik, ko'rib qolaman. Gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Polik, molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdim. Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohimga kelishdik. Xohlasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir degan inson bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir